Qizlar cho'milib ketdik, boramiz. Davay. Dilnoz, qalaysan? Bor-yo'q, qol boshqa joyda cho'millaring. Ariq sanikimi? Xohlagan joyga cho'milamiz. Bizani oldimizda cho'milma, mol. O'zing mol. Gullingmi? Rangi o'zgarib ketdi buni. Oh, shamol. Unaqami? Piyon yo'lda cho'milamiz. Bola yo'qmikan? Yo'q, ketishdi-ku. Indama. Abza ketdik. Tasha. Sarda forda bilan tushdi. Sitora cho'milish bilmas ekan. Azza ko'rinmay qoldi. Parlama dedim senlarga. Hozir men bombacha taylayman. Nimaga olib kelding buni? Tapchiqlar olib ketsa kimdir olib kelish kerak-ku. O'zi olib ketadi-ku. Yo'q, nima qilasan? Belimga bog'layapman, cho'ktirmaydi-da bu qara. Oha, nima bo'ldi? Ana bunisi og'zi yo'qdan cho'kib ketishimga sal qo'ndi. Ketdi mana. Ha, suv takim ko'paytirish. Ketdi. Qani bu yoqqa chiqlaring. Senlar bu yoqqa chiqlaring hozir masalani ko'rsat. Ona! Bu yoqda senlar sabim buzasanlar. Uyda serial ko'raysan, televizorim ishlamayapti. Ona televizor ishonchdan olaylik. Qayerdan? Ona ishonch do'konlarida faqat 3 kun muddat yetilgan mahsulot xarid qilsak, ikkinchi tekinga qo'shib beriladi. Yo'q-e. Xayr, kondisionerni olsak, 1 rushtalik Maytesh televizori tekinga. Artel sovutgichni olsak, 32 talik Premier televizor tekinga. LG televizorni olsak, avtomat Avalon kir yuvish mashinasi tekinga. Agar ana bu LG kir mashinani olsak, Artel gaz plitasi tekinga shunday. Agar buni oladigan bo'lsak, Premier mikroto'lqinli pech tekinga. Vaqti zo'r ekan-ku bu yer. Ukang qani senlarni? Nima bo'la bular? Jabrasi bormi? Chiqinglar ey. Yo'llaring bosh